Halkım sıra Xudo xolasa dükkan qo'yib berjekman. Zo'r bahada, bahasam dumzo'r bahada. Manzilni tushuntiraman. Manzilimiz Urganch City'da. Bu yerda Chakkapanitdan kelaversa Turk bozoridan kelib, bunda astangilik qo'yarasizlar. Bu yerda aeroportdan ketganingizda bo'ladi. Yo'lning ustida bu yerdan 3 avtobusimiz, 22 avtobusimiz yuradi. O'z parkovkalarına ega. Dükkanni bir sizlarga ko'rsatib beraman Xudo xolasa. Bilasizlar, dükkanlarni ko'p bir balandliklari past bo'ladimi? Balandlikni qaranglar, kattagina. Zo'r qurilgan. Bu yerimiz 180 kvadrat 4 milyon so'mdan naqd pula. 4 milyon so'mdan neda Xorazmcha kvartirada. Endi qarab turinglar. Yo'q, xalqim, menga bu kamchilik kelib turibdi. Buni olsam bo'ladimi desangizlar, buni ham beramiz. 180 kvadrat podvol bilan birga. Yo'q, men bir klinika açacakman. Ya bir aylantiracakman bölüp birisini sattıraşkına, birisini dükkana, birisini klinika berjekman desangizlar, beraman ba. Ena, gördüğünüzden mi kattagina o'z parkovkalarına ega mashinalarni turibdi bunda. Endi qaranglar, podvolam kattagina, o'zim katta. Ena, zo'r vazda qo'yilgan, ishdan ham yaxshidan qo'yilgan. Bahası 4 milyon so'mdan 180 kvadrat. Bölüp olaverasizlar. Yo'q, agar men bunani hammasini olaman, kelishamizmi desangizda, bahasini kelishamiz. Xalasangizlar 180 kvadrat beyanlasangizlar. Bo'ladi, xalasangizlar beyanlaninglar, xalasangizlar ikkisini manglar 360 kvadrat bo'ladi. Podvondan masalan ko'p narsa açsa bo'ladi. Men sizlarga variantlarni aytib beraman. Masalan, kompyuterxona, keyin ish qilib ko'p narsa açsa bo'ladi podvonda. Podvonning dokumenti ham bor. Shuning uchun Xorazmcha kvartira podpiska bo'lib, like bosib, kommentariy fikrlaringizni qoldiringlar. Nomerimni aytmoqman. Nomerim 87lik 607 87 87. Bunda Imo, Telegram, WhatsApp, Instagram hamma o'zimiz bor. Yana bir aytayımmi? 87lik 607 87 87. Bahasını agarda buyon bilan buyonni olaman desangizlar, buyon dükkanni qo'shib olaman desangizlar, ben Niktaşistadan kattagina açsangizlar, bir o'zini pulini 1 yilda chiqarib beradi, ishini taxlab bersangizlar. 2 dükkanni olsangizlar kelishamiz ustida. Shtirpla, kredit yo'q, durar yo'q, uzib bergayli yo'q. Faqat naqd pul bor. O'zingiz ham yaxshi ko'rdingizlar, o'tirasizlar, pulni berasizlar, orqaga yuraysizlar. Shuning uchun men uzib bergayli, durib bergayli degan narsalarimiz yo'q. Naqd pula kelasizlar, arzon bahada sizlarga ishning joylarini chiqarib berib turibman, olib ketaverasizlar. Asal sog'inglar, salomat bo'linglar, topganlaringiz to'ylara, joylara buyursin. Faqat yaxshi kunlarga buyursin, yomon kunlaringiz bo'lmasin. Aman bo'linglar. Xalqim. Ketami? Yaxshi sog'inglar.